Şapachi Jigun'un kinosini hammamiz ko'rgan. Hamda bu yerda Şapachi Jigun bilan Sunuko'ning rolchisi bu ikki rolchisi hamda shu mamlakatimizningki shu bir fantaziyalik televiziya teatri ichidagi eng yuqori pallatdagi ikki rolchi. Lekin hammadan eng yoqtirdiğini Jigun'ning rolchisi Yobinchang Laoshini eng tayin cho'ng biladi, hurmatlaydi. Biroq Sunuko'ning rolchisi Liu Shaolingtongni undaq emas. Ben nimiş bundak deymen degan vaqtda sizlar tövendeki Yobinchang Laoshiniki tövendeki başı gaplarni anlab baqsanlar bilalaysizlar. Buni hikoyani tanishab baqili. 2010-yili bu yerdagi Yobinchang Laoshini liqma Bodek Godogan, ma komediya artisti. Bu bir ziyorat qiladi sakında. Endi bu Godogan bu ma'lum bir kichik sahna teatrda bu yerda Jigun obrazini yaratib beqitga. Bu o'zi bak yoqtirdi, lekin hem de simiz olarken badani shinsaysi tufaylidan bu rolni yaxshi ololmaydi deb bu o'zimni ishonch qilinmay rasmiy nimada rol yapmoqqa Jigun rolchu. Lekin bak og'isi bor ekan to'q. Şunu bilan bu yerdagi Yobinchang ma'lum naq maydon bu Godoganga o'rtidi bu Jigunning rolini. Manda qilsa bu deb naq maydonlar. Da 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 di da 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 di da 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 da. Qaranglar. Hamda bu yerda garchi bu Yobinchang Laoshiningki bu yerda ustidalik Jigunninki eski kiyimi birlik girmi bu narsalar yo'q bo'lgani bilan yanala bizga Jigunning simasini ko'z oldimizga akab biraldi shunami? Biyoyan ninglisi ajoyib yuqori. Yobinchang Laoshi bu yerda nim demoqchi? Men Jigunning obrazini shundoq voyaga yetkazib yaratgan bo'lsam-mu, shundoq e'tirof qilishlarga erishgan bo'lsam-mu? 叫油光照。哦，我没看过。这是您查的资料吗？哎，就是那么胖。哦，是吗？哎，所以我说呀，菩萨是无相的。放开了眼。行嘞，我 Senmi bu Jigunning obrazini yaratsan bo'ladi, boshqalarmi Jigunning obrazini har xil obrazni yaratib beqish kerak. Jigunning bir xil Jigun yo'q bu yerda. Har xil kishilarning nazarida har xil Jigunning obrazi bo'lishi mumkin. Balkim ba'zilar meninkini yoqtirsa, yoshlar sen yaratgan Jigun obrazini yoqtirishi mumkin deyotdi. Cho'qim hamma odamningki mamla o'xshash yaratishi cho'qim men yaxshi ko'rishning hojati yo'q deydi. Hamda Sunuko'ning obrazini yaratgan Liu Shaolingtong Laoshiniki qarab baqsanglar, bu nima deydi? 唯一的美猴王。我希望《西游记》我这个形象出来以后，1000万观众心目中只有一个美猴王。 Qaranglar, buningdan keyin faqat menlar Meyxovang deb tushunish kerak. Sunukong desam menlar bilish kerak. Men ham Sunuko'ning Meyxovang obrazini yaratgan faqat va faqat mendan boshqadan yaratmasligi kerak deyotdi. 而对于星爷在电影《大话西游》中饰演的孙悟空，六小龄童更是毫不留情地展开批判。把《西游记》这部小说甚至变为一个爱情小说，甚至把孙悟空变为一个取经路上的情友，那个不是我们中华子孙后代要去做的。 Hamda bu yerda bu Dahua Shiyo Jo'shunchi ishlagan bu g'arb sayohatini ko'rgandiki zonliq qilyotdi buni bevositalar. Endi bu yerdagi kinoshayi Lilenje bu Sunuko'ning bir obrazini yaratib vaqti qilgan vaqtda Liu Shaolingtong nima dedi? Uchiqdan chiqib bu yerdagi Lilenje menimcha biratan maymun beqib baqsa olgudek oldi bilan. Bir maymonni bir yoshga beqib aloniki yarasibdi bu obrazni. Qaranglar. Demak, bu yerdagi Yobinchang Laoshiniki Gojusning qanchalik cho'ngligini mo'shningdan his qila olasizlar. Siz Sunuko'ga rahmi, Jigunga? 当然是。看Allah seni bak. Endi bu yerdagi Jigunning kinosi qarasaqmi, bu yerdagi Jigunning o'zining uyini ko'ydirib o'tadigan bir ko'rinish bor, esinglarda bo'lsa. Endi mush ko'rinishni qarasangmi, bu yerdagi bu Jigunning chiroyida hem kulga, hem yig'va. O'xshash bir ko'rinishda bir aqlam bir yuzda hem yig'ligan, hem kulgan, uyining kuyib ketganiga azoblanayotdi. Yeni bir tarafdan o'zining kayvi bo'lib ketganiga bir xo'shalyotdi, mushundaq bir holatni, mushundaq bir rolni, obrazni yorita olgan. Bak tavsiya mana shuni qilmoq.